biling, oxirgi marta qachon bir 5 minutlik qo'shiq eshitdingiz? Siz tilla o'zingiz eshitganman. Bo'pti-da. U oxirgi marta qachon eshitganingiz? Yo'q nimaga? Kunora masalan, no'shtadigan paytda Yo'q, qo'yaman. bu zamon zayli deganim ozgina-yu sozgina va Instagram formatida deylik, ijtimoiy tarmoq formatida. Bu o'zimizni yurakdagi qo'shiqlarni baribir biz yurak bilan cho'zib baribir o'zimiz maza qilib ijro etaveramiz. Bu baribir nima deydi? Biznes reja To'g'ri. bilan qilingan ishlar. Endi yangi qo'shig'ingizga o'tadigan bo'lsak, iloyim. Men bugun umuman premyera bo'lmaydi deb o'ylagandim-da. Bo'ladi. Endi misol uchun aka, siz vaqtingiz chegaralangan yoki meni vaqtim chegaralangan bo'lganda, yarim soat masalangizni hal qilib, mana shu 45 minutda Jo'roga rahmat sizga, ijodingizga omad, sog' bo'ling deb xayrlashib qo'yaverardim. O'zi yangi loyiha oching degandim-da, premyera qilsangiz shunaqa qilib premyera qilib turib premyera qiling. Endi degandim-da men o'zi. Hozir men sizga bu sharoit sizga yaratildi xolos. Siz otpiskadasiz aytmoqchi to'g'ri. Xo'p, endi yangi qo'shig'ingizga keladigan bo'lsak, aka. Xo'p, ushbu qo'shig'imiz bugun